o'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Tabrik. Ayni daqiqalarda yaqinlarimga tabriklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. O'zbekistondan. Rahmat. Bugungi tavallud ayyomlaringiz Alloh nasib aylagan yana bir umr bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bilasizmi, ushbu kun munosabati bilan bizning loyihamizga bir yaqin insoningiz qo'ng'iroq qildilar va sizni xursand qilish maqsadida o'zlarining eng sara tilaklarini siz uchun yozib qoldirdilar. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz, ushbu tabriklovchi inson yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Taxmin qilib ko'rasizmi? Ayolim o'zi kerak. Birozgina adashdingiz, bizdagi variantlari boshqa. Oilamdanmi? Albatta. Akamdi, ukamdi. Albatta, ularning har birlari bo'lishi mumkin. Keling, o'zim ayta qolay, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan mehribon jiyaningiz Isfandiyor tabriklamoqda. Ularning siz uchun atalgan ajoyib dil so'zlari bor. Agar ijozat bersangiz, uni sizga yetkazib qo'ysam. Mayli, rahmat. Rahmat, marhamat tinglang. Assalomu alaykum, dunyodagi eng yaxshi insonim, ishonganim, mening tog'dek qalqonim, suyanganim, faxrim bo'lgan aziz amakijonim. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan men ham tabriklamoqlikni niyat qildim. Bugun qalbimdagi eng chiroyli tilaklarimni siz tomon yo'llayman. Mehribonim amakijonim, men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz men uchun bu dunyodagi barcha amakilar ichida eng yaxshisiz. Ilohim umringiz uzoq, aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Qaddingiz hamisha tog' bo'lsin. Oilamiz va mening baxtimga hamisha sog' va salomat bo'ling. Sizni juda ham sog'indim. Hamisha Allohim sizni qo'llasin amakijon. Ishlaringizga omadlar yor bo'lsin. Amakijonim, siz bu dunyodagi eng